بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Qadrli Rabbil xizmatlari, sizlar bilan bugun Miftah Arabiya kitobimiz qismidan so'nggi darsimiz. Mavzuyimiz as-safar va isti'dadaduh. Safar va uning tayyorgarliklari. Mufradatlarimiz: safar va safar, tasliyatun, kayf safar, nasihatun, maslahat, amtiatun, yuk, vaznun, vazn, safaratun, sifaratun bu elchixona. Takalifu safar, safar mashaqqatlari, tazkiratu safar, bilet, ta'shiratu dukhul, kirishlik uchun ruxsatnoma, isti'adda tayyorlanmoq, fattash esa qidirmoq. Matnimiz: هل فكرتم في السفر مرة ولماذا ستسافرون وماذا ستأخذون معكم وماذا ستجهزون؟ أسئلة كثيرة نطرحها عليكم أعزائي القارئ. تابعونا في المقال الآتي لتعرفوا أكثر عن السفر واستعداداته. Hiç o'ylaganmisiz safar qilishlik borasida? Nima uchun safar qilasiz? Nima olasiz o'zingiz bilan? Nima tayyorgarliklarni ko'rasiz? Savollar ko'p, sizga berilgan savollarimiz, aziz o'quvchilar, va bizga kelayotgan maqolda ergashinglar. Nima uchun ergashinglar? Safar va uning tayyorgarliklari haqida ko'proq narsa bilmoqlik uchun. Yusafiru nasu biwasaila mukhtalifatin, jawiyatin va bahriyatin va barriyatin va bahriyatin, va lis-safari asbabun kathiratun. فالسفر يكون من أجل الحصول على أمال أو لدراسة أو التعليم أو لتسلية وقضاء الوقت. İnsanlar turli xil vositalar bilan safar qilishadi. Havo yo'llari, quruqlik yo'llari, dengiz yo'llari, suv yo'llari bilan va safar qilishlikka ham har xil sabablar bo'ladi. Ko'p sabablar bo'ladi. Safar qilishlikning sabablaridan biri ishga kirganlik bo'lishi mumkin, husulan yoki bo'lmasa dars munosabati biron bir universitetga kirsa, yoki ta'lim berishlik borasida, yoki bo'lmasa kayf safa uchun bo'lishi mumkin, yo vaqtni o'tkazmoqlik uchun bo'lishi mumkin. إذا قررنا السفر يجب أن نستعد جيدا له جيدا. Agarda safarga chiqmoqchi bo'lsak, unga yaxshi tayyorgarlik qilmoqligimiz kerak. وإليك عزيزي القارئ بعض النصائح خاصة بالسفر. Sizga esa ba'zi bir o'sha safar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi nasihatlarni beramiz. يجب أن تحجز تذكرة طيران قبل السفر بمدة طويلة لأن سعرها يكون رخيصا عادة. Vojib bo'ladi, ya'ni kerak, shart bo'ladiki, nima? Ya'ni samolyotning biletini ancha muddat oldin bron qilib qo'yishlik. Chunki o'sha paytlarda ancha muddat oldin uni bilet narxi arzonladi. يجب أن تذهب إلى سفارة البلد الذي ستسافر إليه. Senga kerak bo'ladi, lozim bo'ladiki, nima? Safaratil balad allazi tusafir ilayhi. Yaqin orada unga safar qiladigan mamlakatingning elchixonasiga bormoqliging. O'zingiz o'qib litasala an ta'shirati dukhul. Kirish uchun viza so'ramoqchi. أحيانا تضيع فرصة السفر بسبب عدم الحصول على تأشيرة الدخول. Ba'zida mana shu viza yo'qligi tufayli safarlar ham bekor bo'lib ketadi. ضع في حقيبة ملابسك كمية من الملابس المناسبة لحالات الجو. Havo haroratiga mos bo'lgan kiyimlardan bir miqdorini qo'ygan. إضافة إلى الأعراض الشخصية من أدوات الحلاقة والمشط وأدوات التنظيف. Bularga qo'shimcha ravishda nimani olish kerak? Tozalik asboblarini, qaroq va soqol mo'ylovlarini, soch mo'ylovlarini qisqartiradigan mashinalarimizni, o'sha mahsulot asboblarimizni olishimiz kerak. Va ahammu shay'in an ta'khuza ad-dawa'a allazi tahtajuha. Agarda biron kasalingiz bo'lsa, o'shani davolashlik uchun siz muhtoj bo'ladigan dorini olishlik esdan chiqmasin. Eng muhim narsa shu deyapti. ولا تدع في حقيبة أمتعتك أشياء أو مواد قد تجعل تفتيشك في المطار صعبا كالمعادن والسوائل فتتأخر عن رحلتك.
va o'zingni yuklaringni sumkasiga shunday narsalarni, moddalarni qo'yma. Bu moddalar nima? Ha? Sifat kelyapti endi. U moddalarni qidirishliging, seni aeroportda qidirishliging qiyinchilik tug'diradi senga. Ya'ni qiyin qilib qo'yadi. Xuddiki qanaqa moddalar desa, metall buyumlar bo'ladimi yoki bo'lmasa suyuqlik mana shular qidirib qolib turib, mana shu safarda kech qoldi. أعرف وزن حقائبك لأنك ستدفع مالا أكثر لوزن زايد. Va o'sha sumkangni vaznini aniq bilib olgan. Chunki agarda u osha bo'lib ketadigan bo'lsa, zoyida molga ko'proq pul to'laysan. La tada'u al-ajhizata elektroniyya fi haqibati safarik. Elektroniyada mana shu elektron jihozlaringni safar sumkangga qo'yma, katta chamadoningni ichiga qo'yma. لأنهم يفتشون عنها أول شيء. Chunki ular qidiradigan narsalarning eng birinchisi mana shu elektron jihozlar bilan. لذلك ضعها في مكان واحد سهل لتفتيشه. Buni shu sababli bu elektron jihozlarni bitta joyga qo'ygin, uni qidirishlik oson bo'lgan. Waffir mablaghan kafiyan min al-mal. O'zingga yetarli miqdorda pul olgin. Liyusaiduka fi takalifi safar mashaqqatlarida yordam bermoqligi uchun. ويجب أن توفر مبلغا إضافيا لحالات طوارئ. Favqulodda vaziyatlar bo'lib qoladigan bo'lsa ham, o'shalarga yetadigan miqdorda ham pul olishligi shart. لا ترتدي ملابس رسمية. Rasmiy kiyimni va xosatan إذا كانت إلى رحلة طويلة. Agarda xosatan ayniqsa mana shu rihlat uzun bo'ladigan bo'lsa, hech qachon rasmiy kiyinma. وحاول أن تلبس الملابس والأحذية المريحة. Va harakat qilgan o'sha kiyimlarni, oyoq kiyimlarini o'zingga qulaydan kiymoqlik. اخرج من البيت قبل وقت مناسب إلى المطار. Uyingdan mana shu safarga, ya'ni aeroportga munosib vaqtdan oldin chiqing. ومن الجيد أن تكون هناك قبل ساعتين. yerda 2 soat oldin borib turganliging ma'qul. ضع جواز السفر والتذكرة والنقود والوثائق المهمة إضافة إلى الأدوية المهمة في حقيبة يد سهلة الحمل حتى لا تنساها. جواز السفر zagram pasportingni, zagram pasportingni va biletingni va pullaringni va muhim bo'lgan hujjatlaringni bunga qo'shimcha ravishda muhim bo'lgan narsalaringni yengil qo'l sumkangga, ya'ni ko'tarishlik oson bo'lgan qo'l sumkangga solgin. Hattoki ularni unutib qo'ymaslik uchun. Allohu a'lam.